Xayrli kun, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, podpischilar. Yaxshimisizlar, sog'liklar yaxshimi? Bugun 30-may 2025-yil Rusovskiy rayon Seloberyozovka polyalarida Pekin karam ekdik. 30-mayda ekildi. Ko'chatlarning holati adashmasam birar gektar ya 1,5 gektar atrofida chiqadi. Pekin karamni tuzilishi shu ko'chat o'limsang yop turibdi. Menimcha ertamangacha ancha o'zini tutib yaxshi bo'lsa kerak. Kapelnilarda suv oqyapti mana. Tomchilatib suv tomib yotibdi. Ko'chatlarni sug'orib. Rusovskiy Seloberyozovka tomonlarida mana shu joyni ekdik. Bu tomon esa o'sha bugungi ekilgan Pekin karamni oldinroq ekilgan varianti, ya'ni ertaki Pekin karam. Aprelni 26-sida ekilgan, adashmasam. Ekilganiga 1 oy bo'lyapti. Mayda boshi, aprelda oxirlarida ekilgan bu Pekin karamlar. Mana shunaqa holatga kelgan. Duga simga yetib qo'ygan. Buni ustida akril material yopilganda oq. Qani bu yoqqa ko'rsatay. Shunaqa qilib ustidan akril material yopilgan. Mana shunaqa holatga kelgan. Endi bunga qurutga dori sochiladi. Ishlov beriladi. Keyin chopiladi. Nimalari traktorda kultivatsiya surib, o'tlar, bergan o'tlari o'ldirilsa. Adashmasam qanchada pishadi bu? Bilganlar komment yozib beringlar. Narigi oyda oxiri, ya'ni iyunda oxiri, iyulning boshlariga uzilsa kerak menimcha. 3 gektarcha chiqadi, adashmasam. Polnosti 3 gektarmi yoki 2 gektarmidi shunaqa maydonni egallagan Pekin karam. Boya videoni boshida ko'rsatganim mana shu Pekin karamni kichkinasi bugun ekildi. 30-may sanasida. Bu tomonda kabachok bor. Ya'ni o'zbekcha qilib aytganda ashqavoq bor. Oshqovoq. Kada deydimi? Shuna qilib Rusovskiyda rizqimizni terib yuribmiz. Soat 8 bo'ldi. Ish vaqti tugadi. Ish vaqtimiz soat 7 dan 8 gacha. Bez выходной. Dam olish kuni yo'q. Shuni ham aytib o'tish kerak. Oyligimiz $600. Nima deymiz? Xudoga shukr deymiz-da. Ham esdalik, ham YouTube uchun video bo'lyapti. Yoqqanlar like bosib ketasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, yana ham xursand bo'lamiz. Mana shunaqa akril material yopilgan, usti ochib chiqilyapti endi. Xudo xolasa, yig'im terim mavsumini ham videoga olib qo'yishga harakat qilaman. Ammo bu joylarda rosa hayvon boqadigan, chorva boqadigan sharoit, o'tlar qaraylar o'sganini. G'ij o't hamroq. Qo'yilmisizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Kuninglar xayrli o'tsin.